Xo'p akalar, assalomu alaykum. Mana 2014-yil ishlab chiqarilgan Spark avtomobilimiz. Avtomat korobka. Kraskalarimizga kelsak, kraskalarimiz 15-20% mayda-chuyda petnolar bor. 15-20% ham emas. Ular 3 ta detalli petsi bor. Mashinamiz 4-pokoleniya gazi bor. Propan. Avtomat korobka. Yurgan masofamiz 150 ming bo'lgan. Polik, chexol, magnitofon, hamma yo'q so'z. Hozir motorlarni ko'rsatamiz. Mashinamizda shu eshigida petnosi bor. Kraska, onda kraskasi bor ekan. Mana shu kapotimiz yuzaki ozgina petnosi bor. Mashinamizning motor qismlari 4-pokoleniya qo'yilgan. ABS, konditsioner hamma yo'q ishlab turgan. Mashinamizni Instagram, Telegram kanalimiz uchun mana mashinamiz orqa qismlaridan ko'rsatamiz. Orqa qismlari mashinamiz choklari juda ham chiroyli holatda. Juda ham joy ustunovka bo'lgan, qimmat propan bo'lgan pokoleniya. Mashinamiz Instagram, Telegram kanalimiz uchun $5200 ga barakasiga o'tib beramiz. Xohlagan dokument bir marta qilib beriladi, xohlagan oforming. Murojaat uchun nomerlarimizni qoldirib o'tamiz.